Videoni srochni shinray haydaydigan akalar jo'natib qo'yinglar. Endi 4 kun 5 kunlab furgonim qachon tayyor bo'lar ekan deb kutib o'tirmaysizlar akalar. Bir kun ichida taxlab beramiz. Mana shu mashina ertalab 9 ga kelganda, xudo xolasa, shinray T32 yangi masla mashinaga bir kun ichida furgonni tayyorlab berdik. Daji ketgan bo'lsa 7-8 soat vaqt ketdi. Xo'p, bu furgonni balandligini 1.65 qilib berganmiz. Qalin alikafondan 21 mikronli, qoshlari polni nerjavika nikel. Ustalarimizning mehnatiga bitta o'zingizlar like bosib ketasizlar va bu yoqda mana Faton mashinasi. Hammasi bir kunda tayyor bo'ldi. Ertalab kelganda o'zi mana soat 6 bo'lyapti. 6 ham bo'lgan yo'q. Hali mashinalar tayyor akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bu mashinani ichki qismini ham, tashqi qismini ham polni alikafon qilib berganmiz. Pollari splashnoy list, bestek bo'ladi akalar. Uloq joyi yo'q. Polni vanna qilib ko'tarib berganmiz. Tashqari tarafini qanday yuvsanglar, ichini ham xuddi shunaqa karcher bilan top-toza qilib yuvib qo'yaverasizlar. Xo'p, burchaklarga ahamiyat berasizlar. Polni nerjavika nikel akalar. Akamiz xohishiga ko'ra zadniy duga o'rnatib berdik. Yon tarafdan sanduqchalarni o'rnatib berganmiz. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bunga o'zingizga kerakli jihozlar solib qo'yasiz. Xo'p, buni zamoklarga kiradigan bo'lsak, zamoklari yevro o'zi qulflanadigan zamoklar mana. Shunday qulflab qo'yasizlar. Buni trubalarigacha nikel qilib berganmiz. Atiga bir kun ichida o'rnatib beramiz akalar shunaqa furgonlar. Shinray T30 bilan 32 Faton bilan luboy turdagi yuk mashinasiga bir kun ichida mana shu furgonlarni tayyorlab beramiz. Bizning manzillarimiz Samarqand shahrida, Buxoro shahrida va Navoiyda mavjud. Kimga shunaqa sifatli furgonlar xizmatlari kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar va biz har qilib bergan ishimizga katta kafolat, 5 yil kafolat beramiz. Avtofurgon to'rt tanlov akalarim aloqaga chiqarasizlar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.